Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz. Qaranglar, bitta ajoyib mashina keldi. 2016-yil ishlab chiqarilgan mashinamizni chiroyli holatda ekan, mashina o'ta tiniq. Xo'p, qaranglar. Balonlar o'rta holatda. Mashinamiz kraskasi, kapot, krilo, orqa krilo 3 ta detalli kraskasi bor ekan. Qolgan joyi toza ekan. Hurmatli obunachilarimiz, ko'ringlar mashinani. Mashina ichilari chiroyli holatda. Obunachilarimiz 236 ming pulda ekan. Yurish, motor, korobka hadovolar qanaqa ekan? Yurish, motor, korobka hadovoy o'ta zo'r ekan. Ishlarga o'tmagan, uslublarga sepilmagan. Betiga sepilgan ekan, uslublarga sepilmagan ekan. Hurmatli obunachilarimiz, bu mashinamizni bu yerda bitta reshtovkasi bor ekan. Ozgina yong'oqdan kattaroq. Mana ishida reshtovkasi bor ekan bu yerda. Obunachilarimiz, ko'ringlar mashinani. Xo'p, kelishilgan holda bir 3000 puli bo'lsa kelishsa bo'ladimi? 3300 ming puli bo'lsa kelishda bo'ladigan joylari ham bor ekan. Obunachilarimiz qaysi bankdan bo'ladi? TBC bankdan beryapti. TBC mi, Hamkor bankmi bo'lar ekan. Hurmatli obunachilarimiz, ko'ringlar, kuzatishni davom etamiz. 2016-yil ekan mashina. Puliga kelsa, oxiri taqalgan joy mashina. 66 dan tushib beramiz. Nexiyani pulida 6000 ga berasizmi? Bu Nexiyani 5 deyapti, buni 66 deyapti. Mana. Eshak olib qoladi. 66 deyapti, 16-yil mashina. Yana savdo qiladigan joylari bor ekan. Kuzatuvchilarimiz 6000 ga teparoqda beradi shekilli, niyat shunaqa o'xshayapti. Akalar, ko'ringlar. Mashina ming boradigan mashina ekan.